Hamma qizlar mendan xafasiz, hamma narsani reklama qilmaysizda, sotib olib keyin aytasiz deydi qizlar. Men bu narsa o'tgan safar aytgandim, bundan ham 10 dona keldi deb. Bu AC hisoblanadi, problemli ko'shalar uchun. Aynan yuzingizda ugrilar, toshmalar bo'layotgan bo'lsa, aynan siz uchun hisoblanadi. Professional brend. Bu ham Rebel'da liniyasi hisoblanadi. Aynan problemali, ham oqartiradi ko'jalarni, ham tarkibida 9 ta peptid bo'lgani uchun ajinlarga ham qarshi kurashadi. Bundan o'zi bor yo'g'i 5 dona qoldi, chunki 5 donasini o'sha sotdik qizlar. Bu narsa nima deydi? Haqiqiy professional kosmetologiyada ishlatiladigan narsa, ham qizarish, ham pora, ham yog'lanish, ham ugri, ham toshmaga. Buning ichida 5 ta va bitta pipetkasi bor qizlar. Olib qo'ya olmayman, lekin kim birinchi oplata qilsa shunga bera olaman. Bundan o'sha aytaman-ku, skladda shuncha qolgan uchun Rebel ham kam qolgan ekanda skladda olishga ulgurdik ba'zir.